Barin va 5 fevral qo'shma qahramonlar. Avtori Gulshan Abduqodir Sahar. Qo'shimcha mavzu. Qahramonlik vaysash bilan chiqishamaydi. Barin va 5 fevraldan iborat bu ikki ism Uyg'ur hozirgi zamon tarixida yuz bergan Xitoydan iborat zamonaviylashgan harbiy kuchga ega dunyodagi hech qanday bir davlat oldirab bir narsa deyishga petinolmayotgan Xitoyning oldida tizilinib o'ltirib, hattoki Qur'on Karimni dafsanda qilib berishdek, kuch oldida axloqi, iymoni, qimmat qarashlari, diniy aqidalarini o'zi dastlab chaylashga majbur bo'layotgan bu adolatsiz jamiyatning ko'zida Xitoy qurolliq askarlari bilan yuzma-yuz eng yaqin musobada turib qarshilik qilishga jur'at qila olgan bir millatning 90-yillarda elib borgan ikki qo'shma qahramonlik kurushining Uyg'ur xalqining qalbiga singib ketgan qisqartilma atilishidir. Uyg'ur xalqi 90-yillardan buyon bu ikki ismni, ya'ni Barin va 5 fevralni o'zlarining qo'shkezak farzandlaridek e'tiborlab chaqirib keldi. Albatta Barin 1990-yili 4-oyning 5-kuni Sharq Turkistonning Aqto noyasida yuz bergan Barin qahramon partizanlarining Xitoy mustabid hokimiyatiga qarshi elib borgan qurolliq kurashini 5 fevral bo'lsa 90-yillarning kirishi bilan Ili-Mashrab harakatidan boshlangan 1997-yili 5 fevral kuni G'ulji shahridagi yoshlar tarafidan elib berilgan 5 fevral G'ulji demokratik namoyishi bilan yuqori pallaga chiqqan va oxirida qurolliq kurashga aylangan 1990-yildan 2000-yilgacha bo'lgan 10 yillik tarixni ko'rsatdi. Men bu maqolamda o'zim yaxshi biladigan bu qo'shma qahramonligining biri hisoblangan 5 fevral G'ulji inqilobining qahramonlik o'rnaklaridan oriyalar elish orqali qahramonlikning qandaq bir narsa ekanligini, uning nimalar bilan chiqishamaydiganligini sharhlab o'tmoqchiman. Ili-Mashrab harakatining qurg'uvchisi, yo'l boshchisi 5 fevral hozirgi zamon Uyg'ur demokratik namoyish harakatining sarkisi 33 yoshida Xitoyning eng og'ir turmasi hisoblangan Chapchal suv turmasida og'ir tan jazosi bilan shahid bo'lgan Abduxelil Mijit. Yashash uchunmi yolurmadi va vaysimadi. O'lim oldidimi ham yolurmagan va vaysimagan edi. Onu Uyg'ur xalqining faqirlik qahramon o'g'loni qilgan narsa yolurish va vaysashdan xoli sap qahramonlik edi. Agar u vaysigan yoki yolurgan bo'lsa edi, hayoti va tarjimali boshqacha yozilgan bo'ladi. Abduxelil Mijitning xonimi Fatugul G'ulji shahar Qordung yezisidagi hammaga tanishlik bo'lgan Yasin Polo degan kishining qizi bo'lib, Abduxelil Mijit shahid qilinganda ikki bolasini chin quchoqlab qolgan ishsiz yosh tul ona edi. Oradan 26 yil vaqt o'tib ketdi. Fatugul vaysimadi va hech kimga yolurmadi. Chunki u vaysash va yolurishning qahramonlik bilan chiqishamaydiganligini, qahramon shahid yo'ldoshiga yuz kelanmaydiganligini yaxshi biladi. Ammo uning rizqi uzilib qolmadi. Xitoy hokimiyatidan iborat bu mustabid temir tapan ostida ingravotgan kishilarning holi va tavri har zaman o'zgarib turdi. Siyosiy sabablar tufaylidan Abduxelil Mijit hayot vaqtida yaqin o'tgan ba'zi al-og'inlari, yaqin kishilari Fatugul xonimga salomni qilolmaydigan, hech ayam o'lim yetimlarda uyiga kelib patima qilolmaydigan ahvolga kelib qoldi. Bütün ömrünü Abduxelil Mijitning mangan yo'li va irodasiga sodiq qildi yashashga taqdim qilgan bu yosh ona turmushning har qanday to'qonlari va ochiq iztiroblari oldida vaysimadi. Xalqidan ranjimadi. Vaysash va vaysimaslik, yolurish va yolurmaslikdan iborat bu biri ijobiy, yana biri salbiy qarama-qarshi iboralar inson hayotining qimmatini o'lchaydigan qimmatli o'lchamlar bo'lib keldi. 5 fevral G'ulji inqilobi qurolliq yo'linishining bosh atamani Barin inqilobining sarkardisi Zeydin Yusuf tarafidan G'uljiga tayinlangan Amir İbrahim İsmoilning yaqin o'tgan kishilari Amir İbrahim İsmoil haqida mundaq bir hikoyani bayon qiladi. Xitoy taraf İbrahim İsmoilga tutish buyrug'i chiqarib, uni tutib berganlarga mukofot beradiganligini e'lon qiladi. Xitoy taraf İbrahim İsmoilni kichkina G'uljida 2 yilgacha tutolmaydi.
Chunki uningga Uyg'urlar qalbidagi kichikiltirilgan davlat Kepagiston, Kepak yezisi va bu yezdagi esil kishilar siyosiy panohlik bergan edi. Xitoy Amir İbrahim İsmoilga tashlagan tor tarixga boshlaganda İbrahim İsmoil o'zini artib olib qo'ydigan shu ishonchli kishilarga yanchiqidan 60 ming yuan pulni chiqarib, agar men qo'lga tushib qolsam, bu pullar men bilan birga Xitoyning qo'lga tushib ketmasin. İmkon qilib bu pullarni chet eldagi qurolliq kurash chepimizga avatib beringlar. Bu pulga bir muncha miltiq, bir muncha tapancha va bir qancha o'q keladi deb topilgan va vasiyat qilgan. Ammo İbrahim İsmoilning dadisi İsmoil akaning kiygan kalashlarining osti ustiga yamoq silinib ketgan kalashlar edi. Lekin yashinib qolgan İsmoil aka hech bir zaman xalqiga voysimagan. Qilgan ishlaridan pushaymon qilmagan. O'g'lining imtiyozdan foydalanib Uyg'ur xalqiga o'zining turmushini yaxshilab berish shartini qo'ymagan edi. Chunki u voysash va yolvorishning qahramonlik va shehidlik bilan chiqisholmaydiganligini yaxshi biladi. Keyin bu suyimlik buvay G'o'lji qahramonlar tarixiga tamg'isini urgan ajoyib esil ishdan birini qilib, oxirgi umrini texmu suyimlik ma'nolarga cho'mdirdi. 1998 yılı 4. ayının 19. günü G'o'lji shahar Xudiyar yuzi yesida yuz bergan 19 aprel qurolliq to'qinishida qahramon Hammad Xitoylarning olayda tarbiyalangan qurolliq soqchisi Longfeni etib o'ltirib shehid bo'ldi. 19 aprel kechidan 20 aprel saharigacha davomlashgan bu qurolliq to'qinishda Xitoy qurolliq soqchisi Longfening qurolini Olca Ağan Tursun Salay, Hamid Muhammad, Qasim Mahbir, İlyas Zoruddin ve bir qancha partizan yigit Xitoy soqchisi Wang Shinlinni eg'ir yarlandırıp Xitoyning qurolliq qurshovini bosib chiqib ketadi. Ammo ular qayerga berib panohlanish kerak? G'o'lji shahri va atrofidagi nahiya yezilarda soqchi askarlar yig'ib ketgan. Har yerda bular haqida tutish buyrug'i chiqarilgan edi. Agar tong otsalar bu qurshovni bosib chiqqan bu qahramonlar Xitoyning qo'liga tushib qoladi. Dal mushundaq paytda İsmoil aka bu qahramonlarni o'zining uyiga panohlanish haqida odam evatdi va uyiga oldi. Uyg'ur xalqida chiroq tuvi qorong'u degan bir maqola tamsil bor bo'lib, İsmoil akaning bu qo'rosi uzun yillardan beri Xitoy soqchilari tarafidan muasira va nazorat ostiga elingan qo'ro bo'lg'ashqa Xitoy 19 aprel Xudiyar yuzi to'qinishi qahramonlarining bu qo'roga kelib yoshiringanligini xiyoliga keltirib baxmagan edi. Shunda qilib bu qahramonlar 1998 yili 6 ayning 26 kunigacha, ya'ni G'o'lji 5 fevral inqilobidagi eng cho'ng Xitoy qurolliq kuchlari bilan bo'lgan to'qinish 26 iyun qurolliq to'qinishigacha mushu İsmoil aka qorosida panohlanib turgan edi. 19 aprel Xudiyar yuzi to'qinishi va 26 iyun 3-10 to'qinishi 5 fevral arxivlari 2 kitobga tafsili kirgizilgan. Davomi bor. Barin va 5 fevral qo'shma qahramonlar. 2. Avtori Gulshan Abduqodir Sahar. Qo'shimcha mavzu. Qahramonlik vaysash bilan chiqisholmaydi. Hayotimdagi ansirashlarim ichida meni to'limi bearam qilgan har kunlik hayot musofamda men bilan agishib, xuddi mening soyamdek yurgan bir ansirashim bo'ldi. U bo'lsa Barin bilan 5 fevraldan iborat bu ikki qo'shma qahramonning qahramonlik dostonini yo'qab ketib qolarmi, uchib ketib qolarmi, burmilinib ketib qolarmi, chaqnay olmay qolarmi, xiralishib qolarmi, faqat cho'chaklardek eg'izdan eg'izga ko'chib, yillar va asrlarning o'tishi bilan rivoyatga aylanib qolarmi? Yo'q. Bu ikki qahramonning hikoyalari yana 1000 yillardan keyinmi bugünkidek chaqnishi kerak degan ansirash va andisha edi. Chunki bu ikki qahramon dunyodagi men degan davlatlar tikilib qarashga petin olmagan, Xitoydan iborat bu g'oyat zo'r harbiy kuchga qarshi ajoyib ma'noliq, ajoyib tetimli qurolliq to'qinishlar elib borgan edi. Barin va 5 fevral qahramonlarining orqaga chekinadigan orqa sabbasi yo'q edi. Bu ba'zilar allaqachon Shanxay
5 deb ataladigan atalmış Uyg'urlarni qo'g'lab tutish bazalariga aylanib bo'lgan edi. Ular biletdi, hammani biletdi. Qo'llaridagi ozg'ina o'q-dorilarning tugaydiganligini va o'lim bilan qarshilashadiganligini biletdi. Ularning eng yuksak muddaosi ming bir mushaqqatda to'plagan ashu qurollarni ma'noliq va dal joyida ishlatilganligidan iftixorlangan holda o'lish edi. Bu yerda qimmatli bo'lgani Xitoy askarlari bilan qurolliq to'qinishlardagi jarayon edi. Bu jarayon mundaq ma'nolarni Uyg'urlarga, shundaqla dunyo jamoatchiligiga qoldirib ketadi. Uning biri Uyg'ur xalqining Xitoy bilan mangu birga yashamaydiganligini, yana biri agar kunlarning bir kuni Uyg'urlarning qo'liga qurol va texnika tushib qolgan ahvolda bu ikki kuchdan unumli foydalana oladigan jasoratning borligi edi. Yerlik indianlarning mundaq bir ot so'zi bor. Ey Alloh, dushmanimni mendan necha qat ustun qilginki, mag'lub bo'lsammi faxrlanib mag'lub bo'lay deydigan. Demakki, Barin va 5 fevral mag'lub bo'lmadi. Xitoy askarlari bilan Barin va 5 fevral partizanlari elib borgan bir maydon qurolliq to'qinish jarayoni hamma ma'nolarga chilashgan tuzdek tetimliq, quyoshdak ro'shan jarayon edi. 5 fevral arxivlari 1 va 2 kitobdan ma'nolar bilan sug'urilgan jarayon ifodalangan qimmatli qurollar to'qinishlaridan xabardor bo'la olasiz. Barin bilan 5 fevral qo'shma qahramonlarning hayotimizga ma'no, kuch-jasorat, chidam g'ayrat va umid beg'ishlovchi hikoyalari xuddi karton film hikoyalaridek oxiri uzilmaydi. Ammo biz bu hikoyalarning nihoyatimi oz bir qismini bilishga qodir bo'lib turmoqdamiz. Ishonimizki, bu qahramonlik hikoyalari bilan julalangan Uyg'ur adabiyotining kelajak temasi qirg'inchilik va jazo lageri adabiyoti bo'ladi. Uyg'urlar adabiyot degan nima degan savolga boshqadan ta'bir berdi. Buningdan burun dunyoda hech aytilib boqmagan ajoyib ta'sirli qahramonlik hikoyalarini Uyg'urlar dunyo xalqiga aytib berdi. Shundaqla bir kelajak keladi-ki, dunyo xalqi bu chaqda adabiyot degan nima degan savolga beriladigan javobning haqdor egasi Uyg'urlar ekanligini tunib yetadi. Chunki Uyg'urlar dunyodagi hech qanday bir millat qarshilashib boqmagan bir hayotni yashayotdi. Kim qanday yashagan bo'lsa, kimning yashag'ini boshqalarga o'xshamaydigan bo'lsa, shu millat ana shu kashmishning adabiyotiga hokim bo'lgan bo'ladi. Dunyoni fatih qilish ikki xil bo'ladi. Birinchisi qurolliq kuch bilan, ikkinchisi adabiyot bilan. Uyg'ur shoiri Navoiy 15-asrda adabiyot bilan, ya'ni shoirlik bilan arab, faris va turk dunyosini fatih qilgan ajoyib bir shoir edi. U dunyoni adabiyot bilan asr qilgan jahongir edi. Bu vaqtda danglik O'zbekiston shoiri Abdulla Arif Navoiyga yozgan she'rida mundaq tasvirlaydi. Ko'p jahongir ko'rgan bu dunyo, barchaga guvo yer osti. Lekin do'stlar, nazm ahli aro, jahongirlar kam bo'lar rostdan. 5 asrdagi nazmi sarayini titirtidi zanjirdan bir she'r. Temur texi yetmagan joyini qalam bilan oldi Elshir. Tövəndə sizlər bilan ortaqlaşıdığım 5 fevralning dunyoga texi etib beralmagan hikoyalari. Birinchi hikoya Halima Hoshir onaning qilchi vaysimigan qahramonlik hikoyasi. O'rin G'ulji shahrining sharqi janubiga joylashgan G'ulji noyisiga qarashliq eng cho'ng yezlarning biri bo'lgan 310 Qo'yzo yezisi To'qo'ch kentidagi Mo'minjon Umar Halima Hoshir oilasi. Vaqti 1997 yili 2 ayning 8 kuni Roziyetning yolg'on ayam kuni edi. Buningdan bir hafta ilgari bu kentdagi Mo'minjon Umar oilasi G'uljinoylik saqchi idorasiga 10 ming yuan kapolat summasi topshirib, 1 yildan buyon naq turmada yetayotgan o'g'li Abdurazzoqni kepillikka elib chiqqan edi. Maqsad bu yilqi Roziyetni bir oila kishilari birlikda o'tkazish edi. Bu dal 5 fevral G'ulji namoyishi bo'lib, 3 kundan keyinga to'g'ri keladi. To'qo'ch yuzi qirg'inchiligi haqida 5 fevral arxivlari 1 va 2 kitoblarimizda tafsili to'xtalganligim uchun bu yerda jarayoniga bak kirmayman. Shu kuni bu cho'ng oilaning barliq o'g'il qiz
kelin va navri chavrlari jam bo'lib, oyim o'tkazayotganda İli viloyatlik soqchi idorasi bilan G'ul jinoyatlik soqchi idorasining bir qancha soqchilari Abdurazaqni qayta elib ketish uchun darvozada paydo bo'ldi. Soqchilarning oldiga chiqqan Mo'minjon aka texi bir qancha kun avval 10 ming yuan pul to'lab o'g'ilni kepillikka elib chiqqanligi, hech bo'lmaganda hetdan keyin akitishlar kerakligini aytib soqchilar bilan takallashib qoladi. Natijada bu surkilish qonliq to'qinishga aylanadi. Bu qirg'inchilikda Xitoy soqchilari Halima Hashir onaning yo'ldoshi Mo'minjon Umar akini, Halima Hashir onaning o'g'illaridan Abdulahad, Musallim, Mutallib, Abdurazaq, Abdujabbor, Abdul Muhsin qatorliq 6 o'g'ilni ko'z oldida etib tashlaydi. Xitoy taraf 70 yoshga taqab qolgan Halima Hashir onani farzandlarini Xitoyga qarshi tarbiyalagan, kuch kiritgan, qo'lga qing'iroq tashlab bergan, Xitoy harbiy mashinasiga o't tashlagan degandek jinoyatlar bilan 2,5 yillik muddatli qamoq jazosi hukm qiladi. Halima Hashir ona Urumchi Bajavxo turmasida yotgan mezgillarda chechi tushirib etiladi va popaykalarning oldiga gul tikish qatorliq turma emgaklariga selinadi. Yangiga yip o'tkazilmaganda, Xitoycha gaplarni tushunolmaganda Gundupaylar tarafidan tayoq yeydi. 1999-yili 8-oyning 7-kuni turmadan chiqqan Halima Hashir ona o'zining ona yurti To'xochuzga qaytib keladi. Ona turmadan chiqqanda uni turma darvozasi oldida saqlab turgan hayot qolgan qizlari ko'z yish qoladi. Buni ko'rgan ona qizlarga: "Ko'z yishimizni Xitoylar ko'rib qolmasin. Hargiz ko'z yish qilmanglar", deydi. 2003-yili 10-oyning oxirlarida bu qaysar ona To'xochuzi kentida olamdan o'tdi. Muhit va sharoit Xitoyning mustabid hokimiyatining rahimsiz siyosati sababidan bu qahramon onaning atrofidagi o'zi ishongan kishilari, qo'shnilari, urug' tuqqanlarmi uningdan asta-asta yirg'ilashgan. U faqat birla Alloh bilan qolgan kunlarmi bo'ldi. Ba'zilar uni muayyanlashtirsa, ba'zilar insondarchilikda ezibmi qoladi. Ammo u qilchi vaysimaydi. Chunki Xitoyga qarshi xalqning umidi bo'lish yo'li vaysashni xohlamaydi. Bu qaysar ona hayotida beshiga kelgan eng og'ir kunlardami vaysimadi. Hatto ko'z yishini Xitoylarga ko'rsatib qo'yishnimi vijdon va g'ururning dafsanda bo'lishi deb tushundi. Ular shundoq yashagan insonlar edi. Xitoyga qarshi maydoni quyoshdek ro'shan va aniq insonlar edi. Ikkinchi hikoya. Bir turma reshatkasi va bir ayol guvoh muhabbat. 1997-yili 2-oyning 5-kuniki G'ulji 5-fevral namoyishida G'ulji 5-fevral mashrab harakatining sarkarlaridan Ro'zi Muhammad, inilaridan Tursun Muhammad, Shir Muhammad va Nur Muhammadlar biraqli qo'lga olindi. Tursun Muhammad 4-5 oydan keyin qo'yib berildi. Shir Muhammad 3-4 yillik turma jazosiga hukm qilindi. Ro'zi Muhammad bilan Nur Muhammad muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan bo'lib, hozir Urumchi 1 yoki 5-turmada bo'lishi mumkin. Demak, 5-fevral namoyish kuni qo'lga olingan Ro'zi Muhammad hozirga qadar hech uyga qaytib kelmadi. Shu chaqda uning kichkina bir qizi bor edi. Bu qiz 5-fevralning muhabbat hikoyalari ichida 5-fevral tarixi bilan tang cho'ng bo'ldi. Ro'zi Muhammadning yosh xonimi har oyda Ro'zi Muhammadni turmada yo'qlab turish uchun G'uljidan Urumchiga ko'chib keldi. Bu yosh ayolning muhabbat hikoyalariga 5-fevral aqidasi, 5-fevral ruhi ham chambarchas bog'langan edi. 26 yillik tarix bizni bugunlarga elib kelgan bo'lsa-mu, ammo ularning tarixi nihoyat oddiy ham ma'noli holda biri turma reshatkining ichida, yana biri turma reshatkining sirtida yozildi. Biri yana birining mangulik umidi bo'lish yo'lini tanladi. Bu muhabbat hikoyasi 5-fevral G'ulji hikoyalari ichida G'uljidagi shu davrni boshdan kechirgan kishilarga tonishliq bir hikoya. Turma hayotining ikkinchi yuzi. Aslida turma bizga ko'p narsalarni o'rgatadi. Turma umidli yashashni, kuchli bo'lishni o'rgatadi. Turma
Ümid nurg'u talmirish bilan talmirganlarning umidi bo'lish o'tirisidagi nihoyatda zo'r bo'shliqni bizga ko'rsatib berdi. Turma bizga hayot yo'limizda birga mangdigan kishilarimizni qandoq tanlaganligimizni o'rgatadi. Biz turmadagi vaqtimizda boshqalardan umid kutgan bo'lsak, turmadan chiqqandan keyin turmada qolib qolgan kishilarning umid nuri bo'lamiz. Suyish balki bir oddiy narsadir. Ammo suyilganligini bilmak nihoyatda jiq ma'nolarga egadir. Hamda terrorchi vatanning birligini og'dirishga uringan milliy bo'lgunchi 5 va 6 fevral kunlaridagi urush chiqish bulash parakandichilik selish harakatining bosh planlovchisi o'qimagan qarqo'saq to'polonchi muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan bir jinoyatchi deganga o'xshash dushman tarafidan berilgan qarlashlarga qaramay 5 fevral g'ulji inqilobining qahramoni Ro'zi Muhammad uchun turma rishatkisining u tarafida turgan bu suyimlik ayol uning bu qiyin musofiga oddiy kishilar bilan birga chiqmaganligini isbotlab beradigan haqiqat edi. Har ishning yo'shirin shohidi vijdoni edi. Ro'zi Muhammad har oyda bir qitim turma rishatkisi oldida paydo bo'lishni hech unutib qolmaydigan, ham kechiktirmaydigan bu yosh juftiga shunda xitob qiladi. Siz bak yosh, men bilan tang nobud bo'lishingizni xohlamayman. Umringiz bundaq o'tib ketsa bo'lmaydi. Men rozi, siz to'y qiling. Deganda yosh ayolning ko'zlari yoshga to'ldi va beshini chayqaydi. Ayol shu topda bu 5 fevral qahramonining birdan-bir umid nuri bo'layotgan edi. Hamda bu tanlashdan o'zini to'limi baxtli his qilmoqda edi. Bu izchillik to'lgan umid nuri 26 yildan buyon hech so'slashmagan edi. Undaqda hur erkin dunyoda yashayotgan bizning vaysashqa, boshqalardan ranjishga nima haqqimiz bor? Biz shartsiz, minnatsiz, tapı-tanisiz holda qo'limizdan kelishicha xalqimizning umid yulduzi bo'lishimiz lozim. Badal to'lash yo'li faqat ma'lum kishilarning yo'limi? Yo'q, undaq emas. Bu yo'l hammamizning yo'li. Bu yo'lda billa mangayli. Bu yo'lda faqat vaysimagan millatlar g'alaba qiladi. To'qo'chyuzi kentidagi Mo'minjon Umar, Halima Hoshir oilasi. Vaqti 1997 yili 2 oyning 8 kuni Ro'ziyatning yolg'on ayam kuni edi. Buningdan bir hafta ilgari bu kentdagi Mo'minjon Umar oilasi G'uljinoylik saqchi idorasiga 10 ming yuan kapolat summasi topshirib, 1 yildan buyon naq turmada yetayotgan o'g'li Abdurazzoqni kepillikka elib chiqqan edi. Maqsad bu yilqi ro'ziyatni bir oila kishilari birlikda o'tkazish edi. Bu dal 5 fevral G'ulji namoyishi bo'lib, 3 kundan keyinga to'g'ri keladi. To'qo'ch yuzi qirg'inchiligi haqida 5 fevral arxivlari 1 va 2 kitoblarimizda tafsili to'xtalganligim uchun bu yerda jarayoniga bak kirmayman. Shu kuni bu cho'ng oilaning barliq o'g'il qiz, kelin va navri chavrlari jam bo'lib, oyim o'tkazayotganda İli viloyatlik saqchi idorasi bilan G'uljinoylik saqchi idorasining bir qancha saqchilari Abdurazzoqni qayta elib ketish uchun darvozada paydo bo'ldi. Saqchilarning oldiga chiqqan Mo'minjon aka texi bir qancha kun avval 10 ming yuan pul to'lab o'g'ilni kepillikka elib chiqqanligi, hech bo'lmaganda hetdan keyin akitishlar kerakligini aytib saqchilar bilan takallashib qoladi. Natijada bu surkilish qonliq to'qinishga aylanadi. Bu qirg'inchilikda Xitoy saqchilari Halima Hoshir onaning yo'ldoshi Mo'minjon Umar akini, Halima Hoshir onaning o'g'illaridan Abduhad, Musallim, Mutallib, Abdurazzoq, Abdujabbor, Abdulmuhsin qatorliq 6 o'g'ilni ko'z oldida etib tashlaydi. Xitoy taraf 70 yoshga taqab qolgan Halima Hoshir onani farzandlarini Xitoyga qarshi tarbiyalagan, kuch kiritgan, qo'lga qing'iroq tashlab bergan, Xitoy harbiy mashinasiga o't tashlagan degandek jinoyatlar bilan 2,5 yillik muddatli qamoq jazosi hukm qiladi. Halima Hoshir ona Urumchi Bajavxo turmasida yotgan mezgillarda chechi tushirib etiladi va popaykalarning oldiga gul tikish qatorliq turma emgaklariga selinadi. Yangiga yip o'tkazilmaganda, Xitoycha gaplarni tushunolmaganda Gundupaylar tarafidan tayoq yeydi. 1999 yili
8 ayning 7 kuni turmadan chiqqan Halima Hoshir ona o'zining ona yurti To'xoch yuzga qaytib keladi. Ona turmadan chiqqanda uni turma darvozasi oldida saqlab turgan hayot qolgan qizlari ko'z yish qoladi. Buni ko'rgan ona qizlarga ko'z yishimizni Xitoylar ko'rib qolmasin. Hergiz ko'z yish qilmanglar, deydi. 2003-yili 10-oyning oxirlarida bu qaysar ona To'xoch yuzi kentida olamdan o'tdi. Muhit va sharoit Xitoyning mustabid hokimiyatining rahimsiz siyosati sababidan bu qahramon onaning atrofidagi o'zi ishongan kishilari, qo'shnilari, urug' tuqqanlarmi uningdan asta-asta yirg'ilashgan. U faqat birla Alloh bilan qolgan kunlarmi bo'ldi. Ba'zilar uni muayyanlashtirsa, ba'zilar insondarchilikda ezibmi qoladi. Ammo u qilchi vaysimaydi. Chunki Xitoyga qarshi xalqning umidi bo'lish yo'li vaysashni xohlamaydi. Bu qaysar ona hayotida beshiga kelgan eng og'ir kunlardami vaysimidi. Hatto ko'z yishini Xitoylarga ko'rsatib qo'yishnimi vijdon va g'ururning dafsanda bo'lishi deb tushundi. Ular shundoq yashagan insonlar edi. Xitoyga qarshi maydoni quyoshdek ro'shan va aniq insonlar edi. İkinci hikoya. Bir turma reshatkasi va bir ayol guvoh muhabbat. 1997-yili 2-oyning 5-kuniki G'ulji 5-fevral namoyishida G'ulji 5-fevral mashrab harakatining sarkarlaridan Ro'zi Muhammad, inilardan Tursun Muhammad, Shir Muhammad va Nur Muhammadlar biraqli qo'lga olindi. Tursun Muhammad 4-5 oydan keyin qo'yib berildi. Shir Muhammad 3-4 yillik turma jazosiga hukm qilindi. Ro'zi Muhammad bilan Nur Muhammad muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan bo'lib, hozir Urumchi 1 yoki 5 turmada bo'lishi mumkin. Demak, 5-fevral namoyish kuni qo'lga olingan Ro'zi Muhammad hozirga qadar hech uyga qaytib kelmadi. Shu chaqda uning kichkina bir qizi bor edi. Bu qiz 5-fevralning muhabbat hikoyalari ichida 5-fevral tarixi bilan tang cho'ng bo'ldi. Ro'zi Muhammadning yosh xonimi har oyda Ro'zi Muhammadni turmada yo'qlab turish uchun G'uljidan Urumchiga ko'chib keldi. Bu yosh ayolning muhabbat hikoyalariga 5-fevral aqidasi, 5-fevral ruhi ham chambarchas bog'langan edi. 26 yillik tarix bizni bugunlarga elib kelgan bo'lsa-mu, ammo ularning tarixi nihoyat oddiy ham ma'noli qoldi. Biri turma reshatkining ichida, yana biri turma reshatkining sirtida yozildi. Biri yana birining mangulik umidi bo'lish yo'lini tanladi. Bu muhabbat hikoyasi 5-fevral G'ulji hikoyalari ichida G'uljidagi shu davrni boshdan kechirgan kishilarga tunishliq bir hikoya. Turma hayotining ikkinchi yuzi. Aslida turma bizga ko'p narsalarni o'rgatadi. Turma umidli yashashni, kuchli bo'lishni o'rgatadi. Turma umid nuriga talmirish bilan talmurganlarning umidi bo'lish o'tirisidagi nihoyat zo'r bo'shliqni bizga ko'rsatib beradi. Turma bizga hayot yo'limizda birga mangdigan kishilarimizni qandoq tanlaganligimizni o'rgatadi. Biz turmadagi vaqtimizda boshqalardan umid kutgan bo'lsak, turmadan chiqqandan keyin turmada qolib qolgan kishilarning umid nuri bo'lamiz. Suyish balki bir oddiy narsadir. Ammo suyilganligini bilmak nihoyat jiq ma'nolarga egadir. Hamda terrorchi vatanning birligini og'dirishga uringan milliy bo'lgunchi 5 va 6 fevral kunlaridagi urush chiqish, bulash parakandichilik selish harakatining bosh planlovchisi, o'qimagan qarqo'saq to'polonchi, muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan bir jinoyatchi deganga o'xshash dushman tarafidan berilgan qarlashlarga qaramay 5-fevral G'ulji inqilobining qahramoni Ro'zi Muhammad uchun turma reshatkasining u tarafida turgan bu suyimlik ayol uning bu qiyin musofiga oddiy kishilar bilan birga chiqmaganligini isbotlab beradigan haqiqat edi. Har ishning yo'shirin shohidi vijdoni edi. Ro'zi Muhammad har oyda bir qitim turma reshatkasi oldida paydo bo'lishni hech unutib qolmaydigan, ham kechiktirmaydigan bu yosh juftiga shunda xitob qiladi. Siz bak yosh
men bilan tang nobud bo'lishingizni xohlamayman. Ömrünüz bundaq o'tib ketsa bo'lmaydi. Men rozi, siz to'y qiling. Deganda yosh ayolning ko'zlari yoshga to'ladi va beshini chayqaydi. Ayol shu topda bu 5 fevral qahramonining birdan-bir umid nuri bo'layotgan edi. Hamda bu tanlashdan o'zini to'limi baxtli his qilmoqda edi. Bu izchillik to'lgan umid nuri 26 yildan buyon hech so'slashmagan edi. Undaqda hür erkin dunyoda yashayotgan bizning vaysashqa, boshqalardan ranjishga nima haqqimiz bor? Biz shartsiz, minnatsiz, tapı-tanisiz holda qo'limizdan kelishicha xalqimizning umid yulduzi bo'lishimiz lozim. Bedel to'lash yo'li faqat ma'lum kishilarning yo'limi? Yo'q, undaq emas. Bu yo'l hammamizning yo'li. Bu yo'lda billa mangayli. Bu yo'lda faqat vaysamagan millatlar g'alaba qiladi.